Assalom. Kitap o'qish munbiri avlodlar torbetiga xush keldingiz. Mening ismim Nuriya Rahman. Bugun Zordun Sabirning Yevropa safar nomli ziyorat xotirasining eng oxirgi bo'limini o'qib beraman. Bizga qiziqadigan, lekin bizni bilmaydigan ilm ahli orasida. G'arbiy Germaniya ilm ahli ichida Uyg'urni tushunishga qiziqadigan 3 xil odamlar bor ekan. Ular Jungoşunaslar, Sharqshunoslar, Turkologlar. Bular ijtimoiy fan sohasida xilma-xil tadqiqot temalari bo'yicha ilmiy emgak bilan shug'ullanadigan olimlar, o'qituvchi, o'quvchilar yoki havaskorlar. Thomas Apandi o'z uyida turib, telefon orqali har qaysi shaharlardagi universitet, institutlarga meni tanishtirgan edi. Aradan bir necha kun o'tmayla meni Uyg'ur adabiyoti, tili va boshqa temalarga doklad berishga taklif qilib, telefon, bag'oq va xatlar kelishga boshladi. Men Uyg'ur hozirgi zamon adabiyoti to'g'risida G'arbiy Germaniya ziyolilarga so'zlab berishga rozi bo'ldim. Men bu 1 soatdan oshmaslik sharti bilan, ya'ni doklad yarım soat, savol-javob yarım soat so'zlanadigan so'zimni xanzucha tayyorladim. Thomas Apandi ikkimiz nemis tiliga tarjima qildik. Thomas Apandi bu dokladni mashinka bilan bir necha nusxa qilib tayyorladi. Men hozirgi zamon Uyg'ur adabiyotini so'zlash uchun umumiy Uyg'ur adabiyoti haqida qisqacha gap qilishim kerak. Bu ishda men Freiburg universiteti Thomas Apandining oila qiroatxonasida bor bo'lgan materiallardan foydalanib, Orxon Ronik yoziqi, qadimki Uyg'ur yoziqidagi hozir bor bo'lgan yozma adabiyot, Qaraxoniylar davri 13-asrdan 19-asrning oxirigacha, ya'ni Molla Bilal shokirlargacha bo'lgan atalmış Chag'atay adabiyoti. Biz bu atalmani to'g'ri qo'llanmagan o'xshaymiz. Ozodlikchi bo'lgan yangi adabiyot, sotsialistik adabiyot qatorliq davrlar bo'yicha vakillik o'rni, salohiyati bor deb to'nigan adiblar bilan asarlarimizni sanab o'tib, ularga qisqacha izohatni berdim. Mushu yo'l bilan Uyg'ur adabiyoti degan uqumni oydinlashtirmoqchi bo'ldim. Adabiy miroslarimizning xalqimiz bilan yuz ko'rishib, bugungi adabiyotimizning gullanishida rol o'ynay olishi 3-umumjig'indan beriqi to'g'ri siyosatning mahsuli. Mana bu nuqta mening aytmoqchi bo'lgan asosiy gapim. Bu gapimni hozirgi kunda xalqimiz olqishlayotgan avtorlarimiz va asarlarimizni tanishtirish orqali isbotladim. Mening birinchi dokladim Berlin Erkin universitetida bo'ldi. Manjushunos professor Mande meni doklad tinshig'uvchilarga tanishtirdi. U mening tarjimahalim, asarlarimni tanishtirib bo'lgandan keyin biz dokladimizni o'qidik. Nemischasini Thomas Apandi o'qidi. Men savollarga javob berdim. Dokladga G'arbiy Germaniyalik ziyolilardan boshqa vatanimizdan Berlinga berib o'qiyotgan o'quvchilar, aspirantlarmi qatnashdi. Tanishtirish va doklad tugagandan keyin ko'pchilik barmoqlari bilan ustallarini chekib, bu ularning odati ekan, qizg'in qo'llaganligini bildirdi. Doklad ularda qiziqish qo'zg'aganligini ularning savollari isbotladi. Uyg'ur adabiyoti, tili, etnografiyasi, tarixiy to'g'risidagi savollar meni obdalla terlatdi. Bo'libmi, semiz, taqirbosh 50ning qarshisini olgan odam o'zining muhim, odamni qiynaydigan savollari bilan meni o'duqtirdi. Menga u mening bilimimni sinash uchun atay qiyin savollarni so'rayotgandek, meni masxara kulkisiga qo'ymoqchi bo'layotgandek bilindi. Demisimi, u ayoli bilan chiroyli ayol shogirdini boshlab surlik kirib kelgan edi. Lekin men masxara kulkiga qolmadim. Aksicha, hurmat, olqishga ega bo'ldim. Dokladdan keyin heliqi taqirbosh odam men bilan ko'rishdi va o'zini tanishtirdi. U Berlin universitetining professori, turkolog va Ironshunos Franger ekan. U turk tilida to'liq ravon so'zlaydi ekan.
Paris klassik adabiyotini puxta biladi ekan. O'zbek tili bilan adabiyotini xeyli yaxshi biladi ekan. Professor Franger shu oqshimi bizni uyiga mehmonga chaqirdi. Uning bilan do'st bo'lib qoldim. Shu chaqdala uning nima uchun ayoli shogirdi bilan alohida kelib mening dokladimni anglaganligi va qiyin savollar bilan meni mangdatganligining sababini bildim. U Uyg'urlarga qiziqadi ekan, lekin bizni bilmaydi ekan. Keyin professor Mandening Derikning uyida professor Franger bilan uchrashdim. U Mandening ayoli Rana xonim, o'zbek bilan Uyg'urlar to'g'risida qizg'in so'zlashganini angladim. Ular turk tilida so'zlashdi. Uyg'urlar bilan sizlar o'zbeklar texi yaqing'ichila bir millat edinglar, dedi Franger Ranaga qarab. Muqimi Furqatlarning she'rlarini o'qiganman. Ular Farg'ona, Buxoro, Qo'qand, Toshkent, Qashqar yakanlarni o'z yurtim deb atagan. Navoiynimi bu kishi Uyg'ur adabiyotiga vakillik qilib so'zildi. Meningcha bundaq deyish o'rinliq. Lekin men birinchi qitim anglab turibdiman, dedi Rana xonim menga qarab kulib qo'yib. Chiroyimizdimi o'xshashlik bor ekan. Men bu kishini, ya'ni meni demakchi, ko'ribla o'zbek ekan deb o'ylagan edim. Bu tamoqni nima deysizlar? Mendan so'rdi Franger Rana xonimning bir xil tamoqini ko'rsatib. Cho'chura. Mana bu gap Parischa go'shvar, go'shbaradin o'zgargan. Bu tamoqni parislar badigan deydi. Ular mendan Uyg'urlarning tarixi, odati, tilidagi aloyidliklarni to'limi qizib, havaslanib so'rdi. Xotirlariga bir nimalarni yezib oldi. Hamburg universitetining turkologiya professori Kappart xonim, Frankfurt universiteti turkologiya tarix institutining professori, Amerika, Misr qatorliq joylarda ilm o'rganib, o'zining butun yoshligini sharqni tadqiq qilishga beg'ishlagan olim Kallina xonim, Freiburg universitetining professori, jamiyatshunos Godolin xonimlar maxsus meni tonishtirish uchunla suhbatlar uyushtirdi. Har qitimqi suhbatga xilma-xil temalar bo'yicha sharqni tadqiq qilayotgan ijtimoiy fan xodimlari, o'quvchilar, Jungo Shinjongga borgan sayohatchi qeyrlar qatnashdi. Ular Uyg'urlar, Shinjong va Shinjongdagi boshqa qeyrindosh millatlar to'g'risida to'lim qizg'in savollarni so'rashdi. Ular bizning turmushimiz, odatimiz, madaniyatimiz, ma'rif ishlarimiz to'g'risida anglagan bilganlarning rost yolg'on ekanligi, bizning xalqimizning Germaniya xalqi to'g'risida tushunchasi qatorliq masalalarga to'limi qiziqadi ekan. Ularning birlari nemis tilida, birlari turk paris tillarida, birlari xanzu tilida so'zlaydi. Lekin Uyg'ur tilida duduqlab bo'lsa-mu so'zlay oladigan biror kishimi menga yo'liqmadi. Yaxshimisiz ne biladigan bir necha sayohatchini ko'rdim. Freiburg universitetida men Bamberg universitetining ilmiy xodimi Inga ismli ayol bilan 3 soat suhbatlashdim. U ayol o'zbek tilida to'limi ravon so'zlay oladi ekan. Afg'onistonda 2 yil turgan ekan. U o'zining Uyg'ur adabiyotini tadqiq qilishga qiziqadiganligini aytib, bu ishda mendan yordam so'radi. Men barliq kuchim bilan yordam berishga va'da berdim va Uyg'urcha kitoblarni hadiya qildim. Freiburg 100 ming nüfusluq kichik shahar bo'lgani bilan u yerda 36 ming oliy maktab o'quvchisi bor ekan. İctimai fan binasining oldiga Gomer bilan Aristotelning Afina issiqiga chidab ilm bilan mashg'ul bo'layotganligini ifodalaydigan yerim yalang'och qalam qog'oz tutgan holatdagi haykal qatirilgan. Bu haykalda ifodalangan ilmga berilish ruhini men shu universitetning qiroatxonasida aynan ko'rdim. Men turk tili o'qituvchisi Sharlif apandining taklifi bilan bu yerda bir hafta turdim.
Sharlif apandi Uyg'ur tili grammatikasi nomli kitobi bilan G'arbiy Germaniyada nom qozongan odam. Türkçe materiallardan foydalanib tuzib chiqqan bu kitobida u germaniyaliklarni hozirgi zamon Uyg'ur tilini o'rganishning tunji imkoniyati bilan ta'minlagan. U meni o'z uyida turg'izdi va kech-kunduz birga bo'lib Uyg'ur tili o'rgandi. U Şinjanga kelib Uyg'ur til adabiyotini o'rganishni orzu qiladi ekan. U turkcha romanlardan ikkisini, ya'ni turk yozuvchilarining asarlaridan nemis tiliga tarjim qildi. Men Sharlif bilan bo'lgan kunlarni turk tili o'rganishning yaxshi fursati bildim. U darsga chiqib ketganda men Freiburg universitetining har qaysi davlatlar, millatlarning turli tillardagi mo'l kitoblari bilan to'lgan ünlük paranglashish qattiq man'i qilingan qiroatxonasiga kiramanda necha soatlab kitob o'qiyman. Boburnoma, Zafarnoma ne men shu kunlarda o'qidim. Bu kitoblarga berilgan o'zbekcha, turkcha izohatlarni shu yerda ko'chirib oldim. Ching'iz Aytmatov asarlarining birinchi, ikkinchi tomlarining turkcha nashrini o'qib, turk tili saviyamni o'stirdim. Men Sharlif va uning uyini, Freiburg universiteti ijtimoiy fanlar binosini, uning oldidagi Gomer, Aristotellarning kishiga ilhom va g'ayrat hadiya qilgan haykallarini umr bo'yi unutmayman. Bo'libmi turk Paris til adabiyot qiroatxonasida doimli qarsam kitobga qadilib o'tiradigan har xil millatdan bo'lgan qiz-yigitlar meni umid va havas bilan rag'batlantirib turadi. Afsuski, bu yoshlar ichida biror Uyg'ur bolasi yoki Uyg'ur til adabiyoti bilan shug'ullanuvchi yosh studentlar yo'q. Uyg'urlarga qiziquvchilarning kasblari har xil bo'lish bilan millatlarma har xil. Professor Gudolik o'z uyida uyushtirgan suhbatga 70 necha yoshlik Momay Mahma, ruscha so'zlaydigan jamiyatshunos professor Taybeyda xanzucha o'rgangan yosh qiz, ayol, yaponiyalik student, jungolik adabiyot tadqiqotchisi qatorliqlar qatnashdi. Bu 20 dak odamning birlari nemis tilida, birlari rus tilida, birlari xanzu tili, turk tili, Paris, arab aralashma tillarda savol so'rdi. Bularning hammasiga tarjimon tepilib turdi. Bularning hammasila Uyg'urlarga bo'lgan qiziqishlarni shu tillarda ifodaladi. Frankfurtdagi suhbatga qatnashuvchilar ichida turk tilida so'zlashuvchi millatlarni tadqiq qiluvchilar ko'p bo'ldi. Qozoqcha obdan so'zlay oladigan egiz yigit, qirg'izcha beytlarni yodlab olgan semiz ayol, turkcha to'limi chiroyli so'zlaydigan doktor ayol Biarat Reykeslar menga Uyg'ur tilidagi kitoblarni o'qitqizish, Uyg'ur tilining ohang talaffuzida anglab zo'qlandi. Men ularga Nasriddin apandi latifalari, Divani lug'ati turk, Manas, Aldar Kosa qatorliq kitoblarni Uyg'ur, qirg'iz, qozoq tillarida o'qib berdim. Ular mening ovozimni lentaga elib oldi. Ovozingiz biz bilan qoladi. Siz ketsingizmi, biz siz bilan so'zlashaveramiz, deb chaqchaq qildi professor Kalina. Myunxendagi suhbatda men o'zbek, qozoq, qirg'iz, tatar, turkman, Ozarbayjon, turk, Uyg'urlar va bu millatlarning o'zaro birikishidan paydo bo'lgan har xil qonlarga vakillik qilguvchi ziyolilar bilan uchrashdim. Ularning tarixiy sarguzashtlari har xil qiziqarli edi. 1941-yili Qo'qqanddan Sovet askari sifatida jang maydoniga keldim, deb o'z sarguzashtini boshladi 67 yoshlik ilmiy xodim Qodirqul hayajonlanib. Shu yili Polshada nemislarga asirga tushdim. Men bormagan Amerika, Angliya, Fransiya, Germaniya qolmadi. Boymi bo'ldim, rohatmi ko'rdim, lekin Qo'qqanddagi kichikgina yezam bir kunmi ko'z oldimdan neri bo'lmadi.
Men Asiyani, u yerdagi pok dil xalqni to'lim seg'inaman, lekin bora olmayman. Nemish qidamsiz? Bora olmayman. Asirga tushganman. Bilamsiz, hozirgacha asirman. Erkin yuriyotgan tutqunman. Ularning bizga hurmati to'limi cho'ng ekan. Men ularga 3-umum yig'indan bu yanqi zo'r o'zgarishlarni, Uyg'ur adabiyotining gullangan, rivojlanganligini misollar bilan isbotlab so'zlab berdim. Ular bizning hozirgi ahvolimizni bilmaydi ekan. Ba'zi ahvollarni xato anglab qolgan, ba'zi ishlarni, ahvolni burmulab, so'zlagichilardan anglab, xato tushunchaga kelib qolganlarmi bor ekan. Ular mening tonishtirishimni anglab, to'limi xo'shal bo'lishdi. Meni Osiyoliklarga xos bo'lgan mehmon do'stligi bilan uylarda, oshxonalarda qizg'in kutib olishdi. Berlinliklar jungoshunos yosh tadqiqotchilardan ayol mag'aylar bilan ingolar meni uyiga taklif qildi. Biz to'liq yarim kun suhbatlashdik. Ular jungo adabiyoti, bo'libmi hozirgi zamon jungo adabiyotiga qiziqadi ekan. Ular menga jungo adablarining asarlaridan nemis tiliga tarjima qilinganlari, ular ichidagi qizg'in olqishga ega bo'lgan asarlar to'g'risida so'zlab berdi. Yosh avtorlardan Zhang Jie'ning Ig'ir qanot nomli asari bu yerda olqishga ega bo'ldi. Bu asar nemis tilida 4 qitim nashr qilingan. Klassik asarlardan Qizil Ravaqtga tush, Jin Pingmeylarni savatliq germaniyaliklar to'liq degidek beladi ekan. Aeroplan kelyapti. Taqdi bo'lgandan keyin birdan dilam osmonni bulutlar qoplab ketdi. Aeroplan o'tib ketsin. Klassik asarlardan Qizil Ravaqtga tushish, Jin Pingmeylarni savatliq germaniyaliklar to'liq degidek biladi ekan. Yipak yo'lidagi rivoyatlar, Nasriddin Apandi latifalarimi nemis tilida nashr qilinib, olqishga ega bo'ldi. Laushaning Shangzi Töga, Choyxonasi, Gomuroning O'smirlik chig'im, bolaliqim nomli asarlari, Beydao shootinglarning she'rlari to'g'risida maqolalar yozilib, maqtalibdi. Hozirgi zamon sharq yozuvchilaridan Chingiz Aytmatov G'arbiy Germaniyada to'limi yuqori bahoga ega ekan. Uning asarlari to'liq degidek nemis tilida nashr qilingan. 1987-yili Frankfurtdagi xalqaro kitob ko'rgazmasiga Aytmatov taklif bilan kelib qatnashgan. G'arbiy Germaniya Zongtongi Veit Sakkar muxbirlarning so'ragan savollariga javob berib, "Men Aytmatov asarlarini yaxshi ko'raman" degan. Aytmatov: "Mening har qachon chet elga chiqsam, billa elib chiqadigan 2 esilim bor. Bular Manas bilan Muxtar Abzurov. Muxtar Abzov. Bu ikisi yenimda bo'lsa, men hech yerda xijil bo'lmayman" deb aytgan. Men Aytmatov bilan xo'shallandim. Uningga havaslandim. Men bizning yozuvchilarimizdan Yevropada, dunyoda ta'sir qo'zg'aya oladigan odamlarning chiqishini to'lim orzu qilaman. Bo'libmi chet elliklar bilan uchrashgandan keyin bu xil taqozolik texmi kuchaydi. Mag'ayla ingolar davlatimizning sharqiy shimolidagi Manju, Chavshan qatorliq asonliq millatlar adabiyotini tadqiq qilish bilan mashg'ul ekan. Ular o'z ilmiy amgaklarida yosh Sulun yozuvchisi O'rultu ustidami izlanayotganligini izohlab o'tishdi. O'zi ko'rmagan, lekin chin qalbidan yaxshi ko'radigan millatlar ustida tadqiqot elib berayotgan mundaq yoshlarni Germaniyaning har qanday shahridan tepish mumkin. Bundaqlar bir necha emas, balki bir necha ming, hatto tuman ming.
Harbiy Germaniya ashundaq zo'r bir qo'shin bilan sharhni tadqiq qilmoqda. Men uchrashgan germaniyaliklarning to'lisi mushu qo'shinning odamlari. Ular shunchalik qizg'in, shunchalik aldirash, astoydil ishlamoqda. Ular menda o'z davlatining, xalqining manfaatini tushunib yetgan odamlar mushundaq ishlash lozim ekan degan ta'sir paydo qildi. Vaholanki ularning tadqiqotidan o'zining davlatiga, xalqiga, hatto o'ziga tegadigan foyda unchalik zo'r emas. Men bizdami mushundaq zo'r, qizg'in, ilmiy, astoydil qo'shinning shakllanishini, buning uchun barliq shaharlarimizda G'arbiy Germaniyadek oliy bilim yurtlari, tadqiqot o'rinlari bo'lishini orzu qildim. Xalqimizning milliy sifatini o'stirishni maqsad qilgan bu xil orzu menda hech qachon bugungidek kuchaygan emas. G'arbiy Germaniya olimlari tadqiqotni dunyoga, insoniyatga yuzlantirishni o'zlarining angliq maqsadi, insoniy burchi qilib tanlab olgan. Men bu xil odamlarning biri. Qurg'oq rayon tadqiqoti bilan shug'ullanuvchi professor Folmanni aslab o'tmoqchiman. U meni ilmiy suhbatdan keyin uyiga tushlik tomoq taklif qildi. Uning uyi Berlin boylarining Bukbaraqsan bog'lar ichiga joylashgan xususiy uylardan tuzilgan Selindrov rayonida ekan. Bu rayon ko'chalarining daraxtligi bilan boshqa rayonlardan ajralib turadi. 2-3 qavatlik g'arbcha chedirliq uylar qarag'ay archilar orasida xuddi zinnat buyumidek ko'rinadi ekan. Berlinning qumliq tuprog'i cheman qarag'ay archa uchun to'liq aplik ekan. Folman 60dan oshgan sog'lom, pokiz kiyinishni yaxshi ko'radigan odam. Uning yanida Berlin qarag'aylarining onasi, yuqorida so'zlangan Mongoliyadan keltirgan qizil qovzoqliq qarag'ay bor ekan. U o'zining yasidaq uyida semiz, pokiz qiyragan xushxuy ayoli bilan bizni o'rdak kavupi, salat va dangliq haraq pivilar bilan mehmon qilib etib, o'zining Jungo Xinjiang zaminlarida qilgan safarlari to'g'risida so'zlab kelib, mundaq dedi. Hamma joyning ajoyib ishlari bo'ladi. Baltiq bo'ylarida, masalan, Finlandiyada 6-oyning 22-kuni bir sotka tun bo'lmaydi. 12-oyning 22-kuni bir sotka tong atmaydi. Dostoyevskiyning kitobidagi oq kecha Niva bo'yidala emas, Ilba bo'yidimi? Baltiq qirg'oqidagi shaharlarimizdami bo'ladi. Mana bular ajoyib ishlar. Lekin ajoyib ishlar Xinjiangda to'la. Taklimakanda tik qum tog' cho'qqisida umr bo'yi yomg'ir ko'rmasdan ko'p yashirib turadigan to'g'roq qumishlar, tog' beti ko'chib turadigan qumlar, temperaturasi 70 gradusga yetadigan turpan qumliqlari, qorlari erimaydigan tangri tog' ko'nlun. Mundaq mo'jizlar Yevropa tuzlanligida yo'q. Ko'rib turibsizlar. Yevropada yeshillikdan boshqa nima yo'q. Oliqandak to'piliq yo'q. Tog', etiz daraxtlarining qovzoqlarimi yap-yeshil. Baltiq bo'ylarida kun kamdan kam o'zini ko'rsatadi. Bizning to'xollarimiz kun nuri ko'rmay turibla go'shga aylanadi. Men sizlar yashayotgan yerlarga qiziqaman. Cho'l jazira, taklimakan bizga to'liq go'zal bilinadi. U yerlar dunyodagi eng cho'ng havo tangshigish. Dunyoda bundaq tangshigishlar bo'lmagan bo'lsa, hozirgi havo bulg'unishining dastidan insoniyat allaqachon halok bo'lgan bo'ladi. Folman o'zining ayoli bilan yana Xinjiangga sayohatga berish orzusi borligini aytdi. Sizlarning mehmon do'stliklaringizga qoyilman. Biz germaniyaliklar mehmonni uyga taklif qilishdan burun tomoq yemsiz deb so'raymiz. Sizlarchi mehmon uyinglarga kelish bilan gap so'z qilmayla qo'y so'ysizlar.
Qo'yning putlarini bog'lab, pichoq bilan bo'ynini kesib o'ltirdi ekansizlar. Bu rostmi? Folmanning ayoli so'radi. Bundaq so'yilganda qo'yning jini qiynalmamdi. Biz sizlar aldab tokkaltigi bilan hushsizlantirib ondan so'yimiz. Biz qon eqitmasak harom deb yemaymiz, dedim men kulib. Ularmi kulishdi? Folman gapini davomlashtirdi. Biz parangni, sirdishni birinchi o'ringa qo'yamiz. Sizlar yeb ichishni birinchi o'ringa qo'yisizlar. Men sizlarninkini yoqtiraman. Ayolim bu o'rdak kaopiga to'liq 1,5 kun ishildi. Yang Ta'mi Beijing o'rdak kaopininkidek emas. Ha, shundaqdimi? Siz Yevropaga qiziqsiz, biz Osiyoga. Siz zamonaviyga qiziqsiz, biz qadimiyga. İnsanlarning ilm-fandan oladigan huzur halovatidan tabiatning sap mevaları, sap havo, sap ko'ngildan oladigan huzur halovati zo'r bo'lsa kerak deyman. İnsaniyat o'ziga zarur bo'lgan narsalardan borgan sari ko'proq mahrum bo'lmoqda. Mana bu insoniyat halokatining muqarrarligi. Lekin siz yozg'uchi, bu xil rost gaplarga qoyil bo'lmaysiz. Siz yo'q, insoniyat umid bor degandek jarangliq so'zlarni yoqtirsiz. Ammo siz bilan biz kelisholmaydigan bir muhim gap bor. Hammamiz inson baxti uchun kurash qilamiz. Siz bilan biz kelisholmaydigan bir muhim gap bor. Hammamiz inson baxti uchun kurash qilamiz. İnsaniyat nurg'un davlat, nurg'un millat, nurg'un sinf, tabiqa guruhlardan tashkillangan bir kollektivning nomi. Bu kollektivning ichida har xil manfaatlarning to'qinishi, kurash ixtiloflari mavjud. Lekin har xil tabiiy ofatlar hech qanday bir davlat, millat, siyosiy ko'zqarashlar uchun xizmat qilmaydi. Havoning bo'lg'inishi, ocharchilik, yuqumli kasalliklar bilanmi har qanday millat, irq, davlat barbod bo'laveradi. Shuning uchun Folman aytgan inson baxti degan so'zni men bugungi harbiy hozirliklar kuchaygan, koinotda necha yuz minglagan sun'iy sayyoralar zaharli gazlarning yordami bilan sayohat qilib yurgan va boshqa yuqori sur'atli sanoat taraqqiyoti bilan havoda, yemaklikda, buyum narsalarda o'zgarish bo'lib, insoniyatga zarur bo'lgan tabiiy tangpungliqning buzilishi kuchayayotgan davrga nisbatan aytilgan so'z deb tushundim. Bu ma'nodagi so'zni albatta qo'llashga tegishli so'z deb qarayman. İnsoniyat uchun xizmat qilish, insoniyatning baxtini o'ylash hamma odamning qo'lidan keladigan o'ng'ay ish emas. Ba'zilar bu xil gaplarni anglasa, ta'na qilib kuladi. Nurg'un odamlar bu gapni quruq gap, umumiy shuar deb qaraydi. Lekin hayotida mushu ishdan boshqani qilmagan odamlarmi o'tgan? Undaqlar hozirmi bor? O'zidan ojiz, qaloq bo'lgan millatlarning madaniyatini rivojlantirib, uni ilg'or millatlar qatoriga qo'shish uchun bir umr xizmat qilgan va shu xizmati bilan o'zini baxtli hisoblagan odamlarni men insoniyat uchun xizmat qilganlar qatorida hisoblayman. Chunki insoniyat uchun xizmat qilish ana ashundoq konkret mazmunlarda ifodalandi. Bu xil odamlarning biri g'arbiy germaniyalik turkolog Gabain xonim. Maryam ona Gabain xonim o'zining butun hayotini qadimki Uyg'ur yoziqidagi madaniy meroslarni tadqiq qilishga bag'ishlagan. Bu ish uchun o'zining shaxsiy baxti, oilalik bo'lishdanmi voz kechgan olim. Men faqat nomini anglagan bu olimni Sayfiddin Azizi akaning topshirishi va o'zimning orzu havasimga asosan ziyorat qilmoqchi. U kishiga xalqimizga vakolatan rahmat aytib salom bermoqchi bo'ldim.
Biz Micit Efendi, oğlu Talat, kelini Parize 4 kişi Gabain xonimni yo'qlash uchun 1987 yili 12 ayning 12 kuni atiganda Myunxendan yo'lga chiqdik. Myunxendan sharqiy janubga, g'arbiy Germaniya, Avstriya chegarasiga qarab, yap-yeshil to'piliklar orasida 16 kilometr yo'l manganda Gabain xonimning yezisi Angi yezisiga borg'ili bo'ladi ekan. Yo'l bo'yi ikki qasnig'i buyuk qarag'ayliq, chimanlik to'piliklar, chedirchilab yepilgan uylar, chiroyliq ko'llarni besib o'tdik. Angi yezisi yuqori sur'atlik yo'lning sharqidagi do'nglikka joylashgan ekan. Bu yezining g'arbida usti qorliq Shtafen teg'i bor bo'lib, atrofimi manzirlik ekan. Biz uning 2 qavatlik uyini qo'limizdagi adres bo'yicha o'ng'ayli tepib oldik. Momayga oldin telefon berilgachga, u bizni uyning 1-qavatida xushallik bilan kutib oldi. U to'limi qizg'in, xushal. Uning ko'k ko'zlari shodlikdan nurlangan. Sal mukchaygan, vijigrak nemislarga nisbatan, lekin sog'lom gavdasi tetiklashgan edi. U bizni 1-qavatdagi mehmonxonasiga, keyin 2-qavatdagi qiroatxonasiga boshildi. U 2 qavatlik 8 egizliq taxtay bilan yasalgan uyida o'zi yolg'iz turadi ekan. Men birdandala uning uyida xuddi o'z uyimdek rohatlandim. U to'xtamay so'zlaydi. "Mono qizim", dedi u Parizaning qo'llarini ching tutib. Tipik Uyg'ur ekan. Qadimki Uyg'urlar mana shundoq qo'ng'ir sarg'ush chashliq, qo'y ko'zlik yoki ko'k ko'z edi. Mushu qizimning lavlari turpan tam rasmlaridagi ayollarning lavlarining ayni o'zi. Tumacha, parmudadek o'maq. Men Jungoga ziyoratga borganda, men qiyos qilgandek seriq chash, ko'k ko'z Uyg'urlarni jiq ko'rdim, lekin qora chash, qora ko'zlar ko'p ekan. Hozirgi Uyg'urlar nurg'un o'zgarib ketgan Uyg'urlar. Bularga qarab, qadimki Uyg'urlarning qiyosan rasmini sizgan ahvolmi bor ekan. Men sizlar tarafda mushundoq xato sizilgan rasmlarni ko'rdim. U tinmay so'zlaydi. Xuddi biz hozirla ketib qoladigandek, ketib qolsa o'ylaganlarini aytolmay qoladigandek aldirab so'zlaydi. Uning momaylarga xos umchaygan lavlari tinimsiz medirlaydi. U bizni g'ichirlab turadigan gullik payandozlar selingan palampaylar bilan yuqoriga boshlab chiqib ketib etib, Uyg'urlar ulug' qadimiy millatlarning biri. Biz hozir Yevropadagi taraqqiy qilgan millatlardan bo'lib qoldik, lekin sizlarni texi yevropaliklar bilmaydi. Sizlar o'zinglar dunyoga to'ntishinglar lozim. Men 86 yoshga kirdim. Endi cho'ng ish qila olmayman, lekin sizlarni tashviq qilish, to'nishtirish qo'limdan keladi. U bizga pivo qo'yib berib etib, o'z kutubxonasidagi kitob ishkobidan bizga munosabatli rasmlarni, o'zining yurak qenini sarf qilib yozgan asarlarni ko'rsatdi. Mana bular haqiqiy qadimki Uyg'urlar. Turpan bezaklikdagi rasmlar aynan kucha ming uydagi rasmlar aralashma. Ularga Hindi, İran va boshqalarning ta'sirlari aralashgan. Buning sababi qadimki Uyg'urlar atrofidagi davlatlarga tajovuz qilmagan, qo'shnilari bilan do'stlashib, qo'yuq berish kelish qilib o'tgan. Bundaq millatlar o'zgaradi. Masalan, meni olsak, mening 300 yilning oldidagi ota bovam fransuz edi. Men hozir german. U mendan so'radi: "Sizlar familiya ijod qilishni o'ylashyapsizlar?" Bu to'g'rida iznivatqanlar bor. Nahayt yaxshi bo'pti. Ularga mening maslahatimni yetkazib qo'ying. Sizlar arabcha, ruscha ismlaridan emas, qadimki Uyg'ur ismlaridan familiya yozsanglar yaxshi bo'ladi. Bu ismlar koni yozmalarda bor. Sizlar hozir madaniyatda orqada. Bu deganlik azaldan orqada edinglar deganlik emas. U o'z madaniyatinglarni o'rganinglar, saqlanglar, rivojlantiringlar.
Yazğıçılar bu sahada ko'p xizmat qilish kerak. Bo'libmi dehqonlarni aynan yezish, ko'plab yezish kerak. Sababi ular millatga haqiqiy vakillik qila oladi. Ular asosiy xalq. Bir millatga xos bo'lgan nurg'un esil narsalar dehqonlarda saqlangan bo'ladi. Ularning o'zgarib ketishi osti bo'ladi. Ular yerlik odat, yerlik til, milliy madaniyatga amroq. Men sizlarning hozirgi zamon tilinglarda yozilgan narsalarni o'qib baqdim. Til odatinglar, tildagi milliy xususiyatlarda o'zgarish ko'p ekan. Sizlar o'z tilinglarning xususiyati bo'yicha jumla tuzishinglar kerak. Biz uning xususiy kitobxonasida Uyg'ur va boshqa turkiy tilda so'zlashuvchi millatlarning qadimgi hayoti, tili va territoriya, etnografiyasiga doir nurg'un buyum, rasm, yozmalarni ko'rdik. Momay menga Tianshan tog'ini ko'rsatib, bu tog'ni hozir Tangri tog' deysizlar. Bilamsiz, qachondan boshlab Tangri tog' deb atadinglar? Onun oldida bu tog'ni nima deytdinglar? deb so'radi. Men bu savolga tuzuk javob bera olmadim. U tamoq ketib etib, oldidagi qarliq taqqa qarab. Sharhni tadqiq qilguvchi g'arb olimlari ko'zga o'ng'ay ko'rinadigan Himalaya tog'ini ko'rdi. Egiz tog'larning nerisidagi pakar tog'lar ichida nurg'un xislatlar bor. Sizlar o'zinglar nurlanmasanglar, boshqalar sizlarni o'ng'ay ko'rolmaydi, dedi. Men uning bu ma'nilik so'zdan soni oz, o'rni to'van millatlar ichida nurg'un boyliqlar bor. Osiyodagi cho'ng millatlarni tadqiq qilmasdan ushoq millatlarni tadqiq qilish kerak degan ma'noni tushundim. Orqadan u Chingiz Aytmatovni maqtab so'zildi. Elvida Gulsara. Ajoyib yaxshi yozilgan. Fikrlari cho'nqur. Yozg'uchi bir millatning umumiy tarbiyaga, umumiy xalqiga vakillik qila oladigan bo'lishi kerak. Paraxotdagi fikr qanday yaxshi? U o'z fikrini bayon qilishga haqiqatan mohir ekan. U asardagi bola o'ladi, lekin u mangu hayot. U xalqning qalbida yashaydi. Mana bu paraxotning muvaffaqiyati. Siz xalqingizning manfaatiga vakillik qila olsangiz, dunyo xalqining olqishiga ega bo'la olasiz. Lekin buningga erishish to'liq mushkul. U bizni pokiz oshxonaga boshlab kirdi. Ustalda xilma-xil go'shtlarning tizimligi bor ekan. Mijit ikkimiz kiyik go'shi bilan, momay, cho'ja, g'az go'shi bilan, bolalar to'xi go'shi bilan g'izolandi. Momayning ishtahasi yaxshi ekan. 86 yoshga kirib biz bilan o'xshash g'izolanayotgan. Teni, zehni, xotirasi sog'lom momayning kechirmishlari to'g'risida paranglashdik. U 1930-yili Beijingga borgan. U chaqlarda Yaponiya olimlari Xinjiang to'g'risida tadqiqot ishlarini boshlagan. 1927-yili Gabain xonim Yaponiyaga berib 1 yil dars o'tgan. U chaqda Yevropa turkologiyaga qiziqmaydi ekan. Birla Berlinda tadqiqot o'rni bor ekan. Turkologiyaga doir kitoblarni hech kim olmaydi ekan. Ularning maoshi to'van, leksiya puli, qalam haqi deganlar yo'q ekan. Gabain xonimning bu ishni 86 yoshga kirib biz bilan o'xshash g'izolanayotgan. Teni, zehni xotirasi sog'lom momayning kechirmishlari to'g'risida paranglashdik. U 1930-yili Beijingga borgan. U chaqlarda Yaponiya olimlari Xinjiang to'g'risida tadqiqot ishlarini boshlagan. 1927-yili Gabain xonim Yaponiyaga berib 1 yil dars o'tgan. U chaqda Yevropa turkologiyaga qiziqmaydi ekan. Birla Berlinda tadqiqot o'rni bor ekan. Turkologiyaga doir kitoblarni hech kim olmaydi ekan. Ularning maoshi to'van, leksiya puli, qalam haqi deganlar yo'q ekan. Gabain xonimning bu ishni tanlig'iniga urug' tuqqan al-og'inlari norozi bo'ladi ekan.
ömürni zoyi qilish istiqbolsizlik deydigan ular Gabain xonimning bu ishni tanlaganidan xafa bo'lishib. Xonim u chaqlarda, ya'ni 1930-yillari 29 yoshli qiz ekan. U o'z asarlarini pul to'lab bostiradi ekan. Bir qitim qalama qolmabdi. U yoshligidan tortib Isroxoniya shirkatlariga pul to'lab kelgan ekan. Hozir shu o'rinlardan iyiga 3000 mark pul oladi ekan. Bu pul uning pensiya puli ekan. Hozir qila yaxshi. Hozir 4 universitetda bu sohada dunyoga to'nilgan 4 professor bor. Ular yuqori ish haqqi, leksiya haqqi, qalama qoladi. Men o'tqallarım hozir menga chaqchaq qilib, sen boldir tug'ilib qolgansan deyishadi. Demisimi men kitoblarim uchun qalama olmadim. Uyg'urlar to'g'risida yozilgan kitoblarning xaridorlarimi oz edi. Hozirchi. Hozir ba'zida ilmiy leksiya qilib 4-500 mark topaman, lekin orqadalla boshqani xodimlari boj olg'ili yetib keladi. Bu gaplarni qilib qaqoqlab kuldi. Bizmi kulishdik. U tövəndəki yataqxanasida 10 minut uxlab oldi. Biz üstünki qavatdagi qiroatxonada uning kitoblari bilan bo'ldik. U oxirida bizni Yevropa odati bo'yicha tort, qahva va choy bilan mehmon qildi. Bu narsalarni u o'z qo'li bilan tayyorladi. Biz birga suratlarga tushdik. U biz bilan tast xo'shlashdi. Men shuningdan keyin Myunxen, Frankfurt, Berlinlarda bo'ldim. Hamma joyda, hatto eng oxirida demokratik Germaniyaning poytaxti Sharqi Berlinda yurgan chaqlarimdimi? Butun umrini bizga beg'ishlagan Maryam ona Gabain xonimning xushxuy chiroyi men bilan birga bo'ldi. Hayot shunday bir qonuniyatni kashf qilgan. Tamasiz, halol emgak bilan kishilar qalbining o'rin olganlar hamon ölməydi. 1988-yil 1-ay Berlin, Beijing, Ürümçi. Şunun bilan Zordun Sabirning Yevropaga safar nomli ziyorat xotirasini o'qib tamomladik. Zordun Sabir bu asarida mundaq yozdi. Öz adablari bilan faxrlanish bir madaniyatlik xalqning axloq fazilati bo'lsa kerak. Ishonmanki, muhojiratdagi har bir Uyg'ur Zordun Sabirga o'xshash mashhur adiblarimizni har vaqt yod etamiz. Ulardan har zaman faxrlanamiz. Ma'qul amsa, kelar qitimliq yangi asar anglishimizni ko'rishaylik. Aman bo'ling.